Assalomu alaykum aka tovuq ishqibozlari. Tovuq yo'nalishidan o'rdak yo'nalishiga o'tdik mana. 4 ta o'rdak olib keldik. Boqyapmiz. Denov bozori hozirda arzonlashgan. Mana sizlarga ko'rsatay. Bu safar bozorga borib 4 ta o'rdakni 50 mingga olib keldik. 12 ming so'mdan tushyapti shunda. Hey, mana aka tovuq ishqibozlari o'rdaklar. To'rtalasi 50 mingga tushdi. Vaqildodi bolalar ekan, vaqildodi. Indiyotga bolalari 15 ming so'mdan sotilayotgan ekan.